hali nimada Chinni bozorida hamma chinnilar bo'ladi. Chegirmalar bozori bo'lar ekan. Chegirmalar maskani bo'lar ekan. Manimcha non ham non, uvog'i ham non, tejalgan pul har bir oilaning ro'zg'origa ta'sir qiladi. Ruschada bir ibora bor, sekonomleni zaroботani deydi. Ekonom qilgan nimalar, chegirmalar platformasi manimcha ko'pchilikka manzur bo'lishi kerak. Hattoki Mercedes olgan odamga ham chegirma yoqadi. Birinchi navbatda yaxshi narsani olaman-u, yaxshiroq narxda, qulayroq taklifda chiqib qolsa, baribir yoqadi. O'shandan orttirganni uni chiroyli bezagiga boshqasiga ishlatiladi. Haqiqatdan ham shu menga yoqqan birinchi navbatda sifatli mahsulotni qulayroq taklifda olish imkoni bo'lsa, menimcha bu ham o'ziga yarasha shu zavq olib, shuni arzonroqni olgan o'ziga xos qatlam bor. Bir xil insonlarda qaytanga shu pijakni necha pulga olding? $100. Xuddi shu narsani qimmat do'konda 200 ga olib zavq oladiganlar ham bor. Bu yerda o'sha holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Masalan deylik, zo'r pijaklarni ham sezon paytida $1000 narsa 1200 ga ham oladiganlar bor. Sezon o'tgandan keyin 500 ga ham olmaydiganlar bor. Yoki kalla shu yozda 70% skidga bersangiz ham olmaydi. Lekin kimdir aytadi, "Keyin shu 70% lik chegirmaga tushgan paytda oling, qish g'amini yozda yeydi" dedi. Bu ham bir o'ziga xos bozor talabi va bu marketingdagi bir yondashuv deyiladi. Fursatdan foydalanadiganlar uchun bir imkoniyat. Chegirmani vizual ko'rinishi, endi kimdir fursat deydi, kimdir imkoniyat deydi. Aytmoqman, mana hattoki chet elga boradigan paytimizdagi yozda $1000 ga oladigan telingizni sal kuzga yaqin yo bahorga yaqin 300 dan ham bersa, imkoniyat yo fursat deb qaraladi. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bitta holatga 100 ta odam 100 xil munosabati bo'ladi. Qaysi munosabatni boqishimizga, qaysi munosabatga urg'u berishimizga bog'liq. Hattoki mana ustozlarimiz Korzinkadagi eng zo'r sotib olish san'ati ularda deb hisoblayman. Shunaqa qiladiki, foydani platforma, foydani kompaniya qilishga, siz zarar qilishdan farqi yo'q. Bu yerda beshafqatlikka qurilgan. Hazil nuqtai nazaridan men sizga iqtibos aytaman, Zafar aka, Alisher aka, sizga salom. Zafar aka va Alisher akani muloqotida bo'ldik. DNAni Korzinkaga beryapmiz, deyarli foyda qilmayapmiz deganda Zafar akam biz bilan ishlaganlar odatda zarar qiladi, sizlar deyarli foyda qilmayotgan ekansizlar dedilar. Chunki bozorga kirish uchun zarar qilishga ham tayyor bo'lgan brendlar bor.